Assalomu alaykum halol pichoq o'g'nachilari. Bizga pichoqlarni ponni obzor qilib ko'rsating deganlar uchun pichoqlarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Keling. Aka pichoqlar bilan tanishtirsangiz. Qanaqa pichoq kerak? Ro'zg'orga, qassobchilikka, padarkaga. Ro'zg'orga, donaga so'rashyapti ko'proq. Ro'zg'orga bor. Ro'zg'orga pichoqlarimiz ham bor. Arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Ayollarga ham bor, erkaklarga ham bor. Ayollarimiz uchun ruchkalarni qizil qilib qilganmiz Nerjavakadan. Zanglab olmaydi, qorayib olmaydi, garantiya beramiz xudo xolasa. Mashina qorasi bor xolasiz. Qorasi bor. Go'sht sog'za to'rgani bo'laverarkan bular. Sog'ziga ham liboyga ketaveradi. Xolasiz rasvetkalari bor, tepasiga har xil rasvetkalari bor. Bular narxlarini aytib o'tsiz aka. Narxlari 100 ming so'm. 100 ming so'm. Bular-chi? Bular ham bor. Bu ham padarkaga ham bo'laveradi, liboy narsa, sog'ziga ham, go'shtga ham liboyga ketaveradi. Zanglab qolmaydi aka. Eng qizig'i zanglab qolmaydi, qorayib qolmaydi. Sal kattaroq deganlarimiz uchun qo'y so'ygani, sog'ziga, sog'zashtiga chiqqanda kasrat ishlatadigan akalarimiz uchun ular ham suv bilan qolib ketsa ham zanglamaydi. Bular 180 ming so'm. Bularning narxini aytmaysiz aka? Ularimiz 120 ming so'mdan. Tekis ruchkasi, tekslar Nerjavakadan bo'lgan lezolari. Sovg'a pichoqlarimiz ko'rsatadigan bo'lsak, mana burgutganlar pichoqlarimiz bor. Latundan bo'lgan, qo'lga qorasi chiqmaydi. Nerjavaka klapundan bo'lgan lezosi. Naturalniy bo'g'ishoqdan bo'lgan ruchkasi. Bularimiz 650 ming so'm. Dastlabki xizmat alohida bo'ladi. Ismlarini yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, ismlarini yozib, chexoliga solib, chiroqli qilib jo'natib beramiz. Buni har xil turdagilari bor ekan aka. Mana ko'rsating. Har xil rasvetkalari bor. Xolos siz mana padarkaga olaman desiz, tuyoqligi bor. Haqiqiy tabiiy tuyoq. Endi Nerjavaka ishlatsa ham bo'ladi, padarka qilsa ham bo'laveradi. Tabiiy tuyoq. Bular yo'q, boshqasi yo'q. Xohlasa berib jo'natadi. Buni narxi nechi pulga? Bu 350 ming so'm. 350 ming so'm. Bular 650 ming so'mdan mana sherkanlarliklari asardir. Mashindan buyog'i 650 ming so'mdan aka. Sekin qator ketaverasiz, oxirigacha ketaverasiz. Ponni, ikkinchi qator ponni. Mana shu ikkinchi qatorlarimiz mana 650. pastdan ikkinchi qatorlarimiz 650 ming so'm aka. Tanlab olaveradi, tanlab olish. Dastavkasini kelishiladi, ha? Dastavkasi alohida bo'ladi. Yetkazib berasizlar, ha? Xudo xolasa yetkazib beramiz. Manzilda O'zbekistonning 12 ta viloyatiga yetkazib beramiz. Bularchi aka, bu materiali boshqacha ekan. Qaysilar? Bularimiz ahodishni, damashq degani 8 xil 9 xil material bir-biriga qovushtirilib, ruchkasi alhal shoh. Bir-biriga qovushtirilib, o'zi tabiiy